bo'lay desak jannati, Muhammadning ummati. Parvardigor hurmati, otaxoning rozi qil, onaxoning rozi qil. Ulug'lashdan tonmagin, qarishini olmagin, attang qilib qolmagin, otaxoning rozi qil, onaxoning rozi qil. Nelardandir ko'ngil bo'lib qo'yas. Hamigili, hamigil masoch. Ko'zlarimda qalqib tursa yosh. Bu holimga berolmas bardosh. Bir mushidan onam yig'laydi. Va o'tadan onam yig'laydi. Bo'lsam gumroh bo'lsa gunohim. Vujudimga solmasdan vahm. Qabul ayla, tavba ohim. Yig'latmagin o'shini onamni, volidali muhtaramam. Asqar barchamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kelasi yil shu kunlardan oldinroq solih va soliha farzandlar ato qilishni Allohdan tilab qolamiz. Bugungi to'yimizda xizmat qilgan barcha san'atkor yigitlarimiz, Zohidjon Primov va ijodiy jamoasiga, qolaversa bugungi to'yimizda chiroyli tarzda video tasvirga tushgan Nurxon Shijasi, Meruli Mufi YouTube kanali yigitlariga minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa ana shu to'yxonamiz, Hakimboy ota to'yxonasi mamlakatiga minnatdorchilik bildiramiz sizlar. Kelin qizimiz vaqtida davramizda bitta qarsak bo'lsin, ha? Vaqti bo'lsin, Alloh shunday farzandlar topsin. Ana endi kelin qizimiz qo'llaridagi guldastlarni otaxonlarimiz, onaxonlarimizga, jamiki qarindoshlarimizga tutkazib qo'yadilar. Barchamizga to'ylar muborak bo'lsin azizlar. O'ylaganda ko'zingga yosh to'lar ekan. Shohi atlas liboslarga qarab ular. Qiz bechora hammasiga qilar ekan. Qo'limdagi o'sgan gulg'uncha qizim. Bag'rimdagi o'sib qolgan kulcha qizim. O'sgan gul
Oynar var aksan arasında. Boylar